Assalomu alaykum, telefonda siz bilan gaplashdimmi? Ava, men bilan gaplashdingiz. Ish kofeni sotacakmisiz? Ava. Non kofe bu. Dökülüp ketdimi? Uzr, non kofe bu. Cappuccino? Cappuccino. Voy, qo'llaringizga dökülüp ketdi. Hop, ichib qo'ysiz-ku buni. Dummoz bo'lgani uchun o'zim tutib tura olmadim. Voy, axir men ideal sotsayni ichilmaydi deb. Ideal sasini mazza. Axir ichibsiz-ku men nima yarim aytibsiz. İçilmagan bu. Hop, axir yarim bo'lmaydi-ku, men kafelitni ichib yuribman, bilaman-ku original kafelit to'lan ichib bo'lishini. Mazza bo'lgani uchun endi ichib qo'ydim. O'zingiz ichdingizmi yo birovmi? O'zim ichdim. İdealda yani uchun men gapirdim. Ideal-ku. Ah, qarang, yarımından ham oz ichib tashlabsiz mana. Ha. Bundan bo'lmaydi-ku, axir ishontirib chaqirdingiz ideal sostayni ichilmagan deb ichib qo'yibsiz axir nima. Ideal sastaniyada alasanmi yo'qmi? Axir unday gaplama, yaxshicha so'mda tursiz. 26 ming. 26 ming so'mmi? Ava. Arzonroq bering, ichilgan bu nima qarang. Durishini qarang buni ideal darajada. Axir ichilgan deyman. Azal yo'q. Hop, pedasonga ichilmagan 26 ta sotacakmiz, arzonroq bering. Yo'q. Axir shuncha yo'l keldim, olib ketaman yaxshi ichilgan bo'lsam. Oxirgi baho shu. Axir men olib sotadim, buni keyin birova sotishim kerak, birova aytadiki, ichilganini keldingmi dedi. Undan bo'lmaydi-ku. Olasanmi yo'qmi? Yaxshi arzonroq bering, olaman. Yo'q, 26 ming so'm. 26 ming so'mni voshcha qaytmaysizmi? Qaytimmi? Yaxshi kafelit To'maz olib bo'lgani uchun men 30 ming so'm, 4 ming so'm qaytib berasiz. Haqiqiy. Точно? Ha, точно. Qarang lekin. Qaytib bering, pulimi qaytib bering mana. 1 minut Pul ko'rganmisiz so'zi? ko'rganman. Pulni ichida o'sganman. Yo'q-a? Ava. Bo'ldi, qarang lekin mazasi zo'r, mazasini ta'mini ichib ko'rib, hozir tekshirib olaman. Keyin aytamiz, yaxshimi? Cafelitto'ni cappuccino kofesi bu eng mazza. Eng mazasimi? Ava. Kafelitto kofelarimiz bo'lsa, baribir ikkita xizmatlarimiz bor. Ichilmagan bo'lsa bo'ldi. Ideal bo'lsa zo'r narxda olaman. Sog' bo'ling, boy bo'ling.